Yelboshi kimningdir xonadoniga yangi mehmon olib keldi. Yana kimningdir lavozimi ko'tarildi. Mamlakatimizda esa yelboshi xushxabarlar bilan boshlandi. Assalomu alaykum. Yurtimizdagi yangiliklarni yoritib boruvchi bu Xushxabar kanali va bizda 2026-yilning dastlabki haftalik dayjesti. Tojik-Qirg'iz chegarasidagi nizoni to'xtatishda Shavkat Mirziyoyevning ta'siri katta. Bu fikrni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov o'z intervyusida aytib o'tdi. Alın jivigenine dağı men aytıp koyuşum gerek sözsüz türde Şavkat Mirziyoyev'tin dağı emgeği var, zor. Ava kişiге aytıp atıp, mına hem çeçe turgan kişi gelip oturat, beyakta çeçip al hem. Keyin dağı kanday olat, kanday bilesin hem ustupkaga bargın hem dep atıp onan jivitip makul kılıp onan. Oşantip oturup onan keyin çeçip aldık. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri esa Shavkat Mirziyoyevdan iqtibos keltirgan. O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev dağı özü mындай aktivdүү ana muшу Борбордук Азияны мындай жакындаталы деген bir лидерлердин бири да. Ошондуктан ал дайым айтып жүрдү да. Кыргыздар менен тажиктер силер келишкиле. Силер мындай бу чегарадагы мындай конфликтти токтоткула. Эгерде силерде конфликт боло берсе, бизге эч кандай инвестор келбейт. Биз кандай эч кандай turist kelmaydi. O'zbekistonda neft bazasida ishlovchilarning o'rtacha oyligi 10 million so'm bo'ladi. Bu yangilik O'zbek Neftgaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Abdug'ani Sanginov ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda aytib o'tildi. Buning uchun bir qator zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha mutasaddilarga ko'rsatmalar berildi. Hududiy elektr tarmoqlariga xizmat avtotransportlari topshirildi. Mamlakatimizda aholini elektr energiyasi bilan barqaror ta'minlash, elektr ta'minoti korxonalari faoliyati samaradorligini oshirish va xizmat ko'rsatish sifatida yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, sohada faoliyat yuritayotgan xodimlarni zamonaviy texnika va transport vositalari bilan ta'minlash ishlari izchil davom etmoqda. Shu munosabat bilan Nukus shahrida hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Qoraqalpog'iston hududiy filiali uchun xarid qilingan xizmat avtotransport vositalarini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Modulli intellektual hisoblash markazi loyihasi doirasida xitoylik investorlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Mamlakatimizda umumiy qiymati 3,5 milliard AQSh dollarli miqdordagi modulli intellektual hisoblash markazini barpo etish bo'yicha harakatlar rejasi imzolangan bo'lib, ushbu loyiha 2 bosqichda amalga oshirilishi belgilangan. Mazkur hujjatda ko'zga tutilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida loyiha doirasida navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Eslatib o'tish joizki, bu markazni qurilish joyi Taxyatash tumani bo'lib, modulli intellektual hisoblash markazi 300 megawatt quvvatga ega bo'ladi. Qoraqalpoq davlat universitetiga yangi rektor tayinlandi. Berdiyor Jolibekov Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti rektori lavozimiga tayinlandi. U tayinlovga qadar Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti rektori lavozimida faoliyat yuritgan. 2026-yilning dastlabki hafta yakuni shu kabi xabarlar bilan yakunlangan edi. Kelgusi hafta biz uchun ham, siz uchun ham xushxabarlarga to'la bo'lsin. Ko'rishguncha.